Sho'rvadan chiqqan inson barmog'i. 2005-yilda Kaliforniyaning Wendy's restoranida bir ayol baqira boshlaydi. Aytishicha, uni ovqatidan inson barmog'i chiqqan va oshpazlarga "Sizlar kimni o'ldirdilaring?" deb baqiradi. Boshqalar buni sabzi bo'lsa kerak, u ayol adashgan deb o'ylashdi. Lekin u ayol adashmagandi. U rostdan ham barmoq edi. Lekin bu barmoq kimniki? Politsiya tekshiruviga ko'ra, o'sha kuni restoran xodimlari umuman noo'rin harakat qilishmagan. Ayol esa hatto televideniyega ham chiqib, o'zini qanchalik kuchli stress olganini aytardi. Hatto uyining eshigiga "Meni bezovta qilmang, men kuchli stressdaman" deb yozib, restorandan kompensatsiya berishlarini so'ragan. Mana shu paytda Wendy'sning savdosi juda ham pasayib, $20 million zarar ko'radi. O'sha paytda restoran xodimlari aytadi: "Agar kimdir barmoq haqidagi hikoyani aytadigan bo'lsa, unga $100 ming beramiz." Shunda bir odam kelib, bu barmoq aslida ular birga ishlaydigan erkakka tegishli ekanini, u o'zini aybi bilan barmog'ini apparat kesib ketganini. Shundan so'ng mana shu ayolning eriga barmog'ini berib, agar restorandan pul undirsa, $250 ming unga berishni aytgan. Bu hammasi ayon bo'lgach, ayolga 9 yil, eriga esa 12 yil qamoq jazosi berildi. Uni hozirda barmoq xonim deb atashadi.